to'plar bilan eng yuqori ball Darya Varfolomeevda 29,5 ball. Mana shunday natijalar ko'rsatishgan. Endi o'zbekistonlik sportchilar orasida aytdi, mana shu Anastasiya Sarantsova halqa bilan 28 ball va 27,95 hamda to'p bilan 27,30 ball bilan 3-chi natijaga ega bo'ldi. 55,25 ball va taxminida bitta birinchi, ikkinchi o'rin, halqa bilan birinchi, to'p bilan ikkinchi va birinchi va Germaniyalik Darya Varfolomeev halqa bilan to'p bilan birinchi o'rinda edi, halqa bilan juda mayda o'zgargan, yo 5-chi, yo 8-chi o'rin. Lekin ikkinchi natija. Endi oldinda hali yana demak Bulava hamda tasmalar bor. Shundan so'ng biz yakka tartibdagi hamda to'p kurashda ishtirok etadigan musobaqa ishtirokchilarini ayta olamiz. Demak, hozir vengriyalik sportchimiz Fanny Koeldesi yoshlar Yevropa chempionatida 2024-yilda halqa bilan 4-o'rin. 2009-yildagi sportchilar mana shu yildan adashmasam yoki o'tgan yil sentyabrdan kattalar o'rtasida o'z chiqishlarini boshlashgan. Ruxsat berildi. Ularning yoshi shunaqa ruxsat berilgan. Bu 5-chi sportchi, yana 5 ta sportchi bor. Bu Amerikalik, Germaniya, Qozog'iston, Belorussiya hamda yana